aytdim. Ey Xudo dedim. Bunaqani kutmadim. Bu aytdiki, boring ketavering dedi, siz boring o'qing. Bitta bor ekan dedi. Aytdik Umarjon, ikkitasini kirgizib oldingiz, siz yurdik. O'zi qo'limni o'sha oldimga olib keldi. O'sha ola chaqirsa hech gap emas. Ravzaga kirasizmi, jannatga kirasizmi? Shatta chiqib aytdimda, men xonaqanim dedim. Sen xafa qilding. Nega ziyon qilasiz? Shunda chiqdim-da, chiqqanimdan keyin bu aytdi ketding dedi. Meni xafa qildi. Deb kelsak, men suv ichib olay deb turib shunday suvga bordim-da, suv ham ichmadim. Aka shunday telefonni bering, chiqib deb oldimga oldim, bunga aytib bittasi edi. Mazaq bo'ldi. O'zim shunaqa xursand bo'ldimki, dedim, agarda hukumat kirgizmaganda ikkitasi balki ajradi. Siz chaqirdingiz-ku? Dedim, qoni oldingizga olib, xuddi shunaqa olib ketdim. Allah chaqirgani bu sabab kishimiz. Aytdim, sig'dirolmayapti, o'zimni yig'layapman, o'zimni o'zim. Aylanib turib, baqib o'tirdim, o'zidan o'zi o'tib, shunday bordi. Juda yomon bo'ldi aytdimki. Yomon emas, maza qildi. Shuni chiqib olib, kelayapti, meni kazmanlardi. Hali birni nima bering aka dedi. Men bondob to'q boraman endi. Yana yo'ldan qaytdim. Borib, ovozlar o'qib. İşlemeyin. Zavtrak yok bu. Nima bor-ku? Uni chiq ochasizlar. Bolalaringni